Hamkorimizning yo'lovchi tashish xizmatidan foydalanishni sizga tavsiya etamiz. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va a'lo darajada. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov, 24 soat TV kanali. Azizlar, hali ham kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Bugun davlat kursi dollarning 1 AQSh dollari 3958 so'm tashkil etmoqda. Bu oldingi ko'rsatkichdan 23 so'mni ortiqcha ko'rsatmoqda. Bu degani dollar kundan kun o'sib bormoqda. Shuning natijasida endi bizning avtomobillarimiz narxi dollar kursiga bog'lanib qo'yilganligi sababli avtomobil narxlari ham o'sib boraveradi. Azizlar, endi men sizlarga navbatma-navbat avtomobillarning narxini aytib o'tadigan bo'lsam, Matiz 3-pozitsiyasi mexanik korobka 10954 AQSh dollari. Bu endi avvalgiday qora bozorning kursida hisoblanmaydi yoki dollarda talab qilinmaydi, faqat so'mda qabul qilinadi bu pullar. Shuning uchun 43.362.066 so'mni tashkil qilmoqda Matiz rusumidagi eng 3-pozitsiya mexanik korobka. 60 ish kunida keladi sizni mashinangiz. 2-pozitsiyasi esa 10.616 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu esa 42.024.073 tiyinni tashkil qilmoqda. Bu ham 60 kunda keladi. Matizlarni mana o'z ekranlaringizda ko'rib turibsizlar. Matiz Best 1-pozitsiyasi 11.323 dollar, ya'ni 44.822.000 so'm, 775 tiyin. 60 ish kunida keladi bu ham va so'mda mana bu 45 million so'm deyarli turibdi. Damas 12.133 dollar, 48.029.208 so'mni tashkil qilmoqda. Labo bu Damasning orqa tomoni yo'g'i, ya'ni yuk tashish uchun moslashtirilgan. Buning narxi oddiy Damasdan ham qimmat turganiga men juda ham hayronman. Nima uchun bu bunchalik qimmat? Agar siz bilsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Mana 13.000 dollar 143. Xo'p, 52.027.354 so'mni tashkil qilar ekan. Bu juda ham men uchun g'alati narsa. Agar bilsangiz, albatta kommentda yozib qoldiring. Spark 2-pozitsiyasi 17.000 AQSh dollar, 69 million so'm. Meni umidlarim chippakka chiqdi. Spark olmoqchi bo'lib yurgandim. 70 million tagiga borib qoldi Spark narxi ham. Shuning uchun bilmadim endi nima bo'ladi. Spark 4-pozitsiyasi 18.199 dollar, 72 million so'm. Nexia 3 19.000 dollar, 75 million so'm. Nexia 3 4-pozitsiya 20.000 dollar, 81 million so'm. Juda ham qo'rqinchli narxlar, to'g'risini aytsam men uchun. Endi kimlar uchundir balki shu pullar bordir, kimlar o'zi uchun bu narsani nima desam, o'ziga bu narsani ravo ko'rib bilar, lekin meni holatimda bu narsa juda ham qimmat. Xo'p, Cobalt mashinalarga keladigan bo'lsak, Cobalt narxlari ham deyarli Sparkniki bilan bir xil ekan, Nexia'niki bilan. Bu ham 74 million so'mni tashkil qilib turibdi. Endi Cobaltni to'g'ri pozitsiyalariga bog'liq. Pozitsiyasi misol uchun 4-pozitsiyasi mana 91 million so'mni, 23.000 AQSh dollarini ko'rsatib turibdi. Lacetti'ga keladigan bo'lsak, Lacetti'ning narxi eng arzoni 96 million so'mga kelar ekan. Bu Gentra Lacetti 1-pozitsiyasi mexanik korobka, avtomat korobka esa 102 million so'mga kelar ekan. Endi bu mana davomidagilari bu sizlarga umuman tegishli emas, chunki bu mana bu korxona va boshqa ishxonalar uchun, yuridiskiy litsolar uchun bu. Shuning uchun bu yog'ini o'qib o'tirmayman. Agar sizga bu tegishli bo'lsa, mana ko'rib olishingiz mumkin narx-navolarni. Mana qatorma-qator. Azizlar, bizning kanalimizda doim har xil ma'lumotlar bo'lganligi uchun kundan-kun obunachilarimiz soni ortib bormoqda. Sizlarni ham kanalimizga taklif etamiz. Obuna bo'ling, videomiz bilan bo'lishing va albatta klass bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Siz bilan Jamshid Naimov bo'ldi.